Hazreti İsa u yerdan ayrılıp öz yurtiga qaytdi. Shogirdlarimi uning bilan birga edi. Dam olish kuni Hazreti İsa ibodatxonada ta'lim berishga boshladi. Uning so'zlarini anglagan jamoat hayron bo'lishib, bu odam bularni natdan o'rgangandu. Uningga buncha valo aql farosatni kim bergandu? Bu mo'jizlarni qanday yoritadigandu? U faqat oddiy bir yog'ochchi-ku. Maryam uning onasi, Yaqub, Yosa, Yahuda va Simon uning qarindoshlari emasmi? Singillari bu yerda o'z ichimizda-ku, deyishadi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazreti İsa ularga payg'ambar o'z yurti, o'z urf-tuqqanlari orasida va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi, dedi. Shunga Hazreti İsa bu yerda bir qancha bemorni ularning ustiga qo'llarini tepkizib saqaytgandan boshqa hech qanday mo'jiz ko'rsatishni to'g'ri topmadi. U bu kishilarning e'tiqodsizligidan hayron qoldi. Keyin Hazreti İsa atrofdagi yezi kentlarni aylanib ta'lim beryotdi. U 12 shogirdini yeniga chaqirib, ularga jinlarni haydash huquqini berdi va xalq orasiga 2-2dan avatdi. Ham ularga safarda yeniga hosidan boshqa narsa il olmaslik, ne non, ne xo'jun ko'tarmaslik, pulmu sil olmaslikni aytdi. Putiga oyoq kiyishga ijozat berdi. Biroq biror ortiq ko'ylak il olmaslikni buyurdi. U yana bir yurtga bağınыңlarda qaysi oilada qarshi elinsanglar, u yerdan ketguncha shu oiladala turinglar. Agar biror yerdagi kishilar seni qarshi olmasa va so'zinglarni anglamasa, u yerdan ayrilganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyinglardagi to'pini qeqib etinglar, dedi. Shunda qilib, shogirdlar yo'lga chiqib, kishilarni gunohlariga tavba qilishga undidi. Ular nurg'un jinlarni haydadi. Nurg'un bemorlarga zaytun yig'ini surkab saqaytdi. Herodxon Hazreti İsa haqidagi hamma ishlardan xabar topdi. Chunki Hazreti İsa'ning donqi hamma yerga pur ketgan edi. Ba'zilar bu odam o'limdan tirilgan cho'mildirgichi Yahyo bo'lsa kerak. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu deyishadi. Ba'zilar o İlyas payg'ambar desa, ya'ni ba'zilar burunqi payg'ambarlardek bir payg'ambar bo'lsa kerak deyishadi. Bularni anglagan Herodxon, "Men qalsini oldigan Yahyo tirilibdi", dedi. Herodning bundaq deyishining sababi, u o'gay oksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talibi bilan Yahyoni tutqun qilib zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Herodga "Akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir" deb kelgan edi. Herodiya shu vajdan Yahyo payg'ambarga o'chmanlik saqlab, uni o'ltirmoqchi bo'lsa-mu, lekin amalga oshira olmagan edi. Chunki Yahyo payg'ambarning durust va Xudoga atalgan bir odam ekanligini bildigan Herodxon uningdan qo'rqatdi va uni muhofazat qiladi. Herod Yahyo payg'ambarning so'zlarini anglagan chog'larida nima qilishni bilolmay qoladi. Biroq uning so'zlarini yanada qiziqib anglatdi. Herodiya kutgan fursat oxir yetib keldi. Herod o'zining tug'ilgan kunini xotirlash uchun katta ziyofat o'tkazib, qo'l ostidagi amaldorlar, komandanlar va Galila o'lkasidagi yurt kattalarini kutib oldi. Herodiyaning burunqi erdan bo'lgan qizi kirib, usul o'ynab berdi. Bu Herod bilan mehmonlarga bakmo yiqib ketdi. Herodxon qizga "Mendan nima talab qilsangiz, shuni beraman", dedi. Oqidila u qasam qilib yana "Mendan nima talab qilsangiz, hatto xonlig'imning yerimini desingizmi, marhamat", dedi. Qiz tashqariga chiqib onasidan "Nima talab qilay?" deb so'radi. "Cho'mildirguchi Yahyoning qolisini talab qil", dedi onasi. Qiz shu an Herodxonning oldiga yugurib kirib, "Cho'mildirguchi Yahyoning qolisini darhol bir taxtga qo'yib, keltirishingizni talab qilaman", dedi. Herodxon buningga nihoyat o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasmi tufaylidan qizning talabini rad qilishni ravo ko'rmadi.
O derhal bir jallat evetip Yaşar peygamberinin kalısını elip kelişini buyurdu. Jallat zindanğı berip Yaşar peygamberinin kalısını elip onu bir taksiga koyup kızının aldığa elip geldi. Kız onu anısıga tapşırdı. Bunundan haber tapkan Yaşar peygamberinin şagirdleri kelip cesetini elip berip yerlikka koydu. Yezdi qishloqlarga evetliga elchilar qaytib kelib, Hazreti Aysa'nın oldiga yig'ildi va qilgan ishlari ham bergan ta'limlarini uningga ma'lum qilishdi. Kelib ketayotganlar nihoyat ko'p bo'lganlikdan Hazreti Aysa va shogirdlarga g'izollanishga vaqt chiqmadi. Shunga Hazreti Aysa ularga "Yuringlar, men bilan xilvat bir joyga berib, bir dam orom elinglar" dedi. Bunun bilan ular kemiga tushib, xilvat bir yerga qarab yo'l oldi. Biroq ularning ketayotganligini ko'rgan bir muncha kishilar ularni tanib olgan edi. Xaloyiq atrofdagi butun yezlardan bas-bas bilan piyoda yo'lga chiqib, ulardan burun u yerga yetib berishdi. Hazreti Ayso kemidan tushib, nurg'un xaloyiqni ko'rdi. Qo'ychisiz qo'y podsiga o'xshaydigan bu insonlarga ich og'ritdi va ularga ko'p narsalarni o'rgatishga boshladi. Vaqt bir yerga berib qolgan edi. Shogirdlari Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Bu xilvat bir joy ekan, kashkirib ketdi. Xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, ular atrofdagi yez qishloqlarga berib, o'ziga yeydigan bir narsa setib olsin" dedi. Lekin Hazreti Ayso ularga "O'zinglar tamoq beringlar" dedi. Shogirdlar Hazreti Aysodan "Yarim yillik kirimni xajlab, ularga non akilib ulashtirib beramdik" deb so'radi. "Qancha neninglar bor? Qarab beqinglar" dedi Hazreti Ayso ularga. Ular tekshirib kelgandan keyin bizda 5 non bilan 2 beliq bor ekan deyishdi. Hazreti Ayso ularga xaloyiqni top-top qilib, yeshil chimliqda o'toq o'sishni buyurdi. Xaloyiq 100 dan 50 dan bo'lib o'tirishdi. Hazreti Ayso 5 non bilan 2 beliqni qo'liga ilib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shitib, ko'pchilikka taqdi berish uchun shogirdlarga berdi. 2 beliqni shundoq qildi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar yeyib qolgan non va beliq parchalarini liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tamoq yegan erlarning sonila 5000 edi. Bunun kaynidilla Hazreti Ayso shogirdlarining kemiga o'tirib, o'zining avval ko'lning u qetidagi batsayda yesiga o'tishni buyurdi. Bu arada o'zi xaloyiqni taqib etdi. Ularni uzatgandan keyin duo tilovat qilish uchun taqqa chiqdi. Kashqurun kema ko'lning o'rtasiga borgan edi. Quruqlikda o'zi yolg'iz qolgan Hazreti Ayso shogirdlarining paloqni nihoyat tasdiq urayotganligini ko'rdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda Hazreti Ayso ko'lning ustida mengib shogirdi tarafga keldi va ularning endi o'tib ketmoqchi bo'ldi. Shogirdlar Hazreti Aysoning ko'lning ustida mengib kelayotganligini ko'rib, uni olvasti deb o'ylab vaqishib ketdi. Hammaylar uni ko'rib, intayin aloqzodi bo'lishgan edi. Lekin Hazreti Ayso darhol ularga "Xotirjam bo'linglar, bu men, qo'rqmanglar" dedi. Hazreti Ayso kemiga chiqib ularga qo'shilganda shamol to'xtadi. Shogirdlar buningdan intayin hayron qolishdi. Chunki ular non to'g'risidagi mo'jizani texcha tushunmagan edi. Ularning aqli bo'lsa bexudlashib ketgan edi. Hazreti Ayso bilan shogirdlari ko'lning qarshi qetig'i berishida Ginasor degan yerda quruqlikka chiqib kemini bog'ildi. Ular kemidan tushishi bilanla xalq Hazreti Aysoni tanib oldi. Ular yurishib yurib bu xabarni atrofdagi joylarga yetkazdi. Hazreti Ayso qayerda bo'lsa, kishilar bemorlarni zambilga selib, shu yerga elib berishdi. Hazreti Ayso mayli yeza, mayli shahar yoki qishloqqa bo'lsin, xaloyiq bemorlarni asosli ko'chlarga elib chiqib, yotqizib, Hazreti Aysodan bemorlarning hech bo'lmaganda uning tonining peshiga bo'lsa-mu qo'lini tekkizib olishiga ruxsat qilishini so'rab yolvuratdi. Uningga qo'lini tekkizganlarning hammasi saqaydi.